Biz u zotni qanday sevmasligimiz mumkin? Holbuki u Qur'oni Karimda kofirlarga xitob qilib shunday dedi. Kofir bo'lganlarga ayting, agar to'xtasalar, o'tgan gunohlarni mag'firat qilinadi. Biz u zotni qanday sevmasligimiz mumkin? Holbuki u kofirlarning ozorlariga sabr qilar ekan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam haqida shunday dedilar: Allohdan ko'ra ozorga sabrliroq hech kim yo'q. Ular unga bolani nisbat berdi. Holbuki ularni rizqlantiradi va sog' salomat qiladi. Biz u zotni qanday sevmasligimiz mumkin? Holbuki u shirkka tushgan Yahudi va Nasroniylarga ham murojaat qilib shunday dedi: Nega ular Allohga tavba qilmaydilar va mag'firat so'ramaydilar? Alloh g'afur va rahimlidir. Biz u zotni qanday qilib sevmasligimiz mumkin? Holbuki u barcha gunohlarga nido qilib shunday dedi: Ey o'z jonlariga zulm qilgan bandalarim, Allohning rahmatidan noumid bo'lmanglar. Albatta, Alloh barcha gunohlarni mag'firat qiladi. Biz u zotni qanday sevmasligimiz mumkin? Holbuki u shunday dedi: Agar ular o'zlariga zulm qilgan paytda seni oldinga kelib, Allohdan mag'firat so'rab, Rasul ham ular uchun mag'firat istasa, albatta Alloh tavbani qabul qiluvchi, rahimli holda topar edilar. Bir kishi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning huzurlariga kelib dedi: Ey Allohning rasuli, agar bir inson barcha yomonliklarni qilgan bo'lsa, kichigini ham kattasini ham qoldirmagan bo'lsa, Alloh uni mag'firat qiladimi? U zot dedilar: Yomonlarni tark etsin va yaxshiliklarni qilsin. Alloh uni yomonliklarini yaxshiliklarga aylantirib qo'yadi dedi. U kishi so'radi: Hattoki xiyonatlarim va fujurlarimni hammi? U zot dedilar: Hatto xiyonatlarni va fujurlarni ham. Biz u zotni qanday sevmasligimiz mumkin? Holbuki u shunday dedi: Agar shukr qilsangiz, iymon keltirsangiz, Alloh sizni azoblash bilan nima qilsin? Va u shunday dedi: Meni rahmatim har narsani qamrab olgandir. Rivoyat qilinishicha, qiyomat kuni bir banda keltiriladi. Uni do'zaxga olib ketinglar dedi. Farishtalar uni olib ketayotganlarida u Robbisi tomon qarab qoladi. Shunda Alloh taolo uni qaytarishni buyuradi va so'raydi: Nega qarading? Banda deydi: Ey Robbim, sen haqingda gumonim bunday emas edi. Alloh so'raydi: Men haqimda qanday gumon qilding? Banda javob berdi: Meni mag'firat qilishingni umid qilgan edim. Shunda Alloh dedi: Men seni mag'firat qildim. Va Alloh taolo hadisi qudusiyda shunday dedi: Ey odam farzandi, qachon meni duo qilib umid qilsang, qilganingga qaramasdan seni mag'firat qilaman. Ey odam farzandi, agar gunohlaring osmonga yetsa, so'ng mendan mag'firat so'rasang, seni mag'firat qilaman dedi. Ey odam farzandi, agar yer yuzini to'ldiradigan gunohlar bilan meni huzurimga kelsang ham, menga shirk keltirmagan holda kelsang, shuncha mag'firat bilan seni qarshi olaman dedi. Yana shunday dedi: Ey odam farzandi, agar men tomon bir qadam yursang, men sen tomon yuraman. Agar menga yurib kelsang, men senga tomon shoshib kelaman dedi. Biz u zotni qanday sevmasligimiz mumkin? Holbuki har bir ne'matda undandir. Sizlardan har qanday ne'mat Allohdandir. Undan o'zga yaratuvchi yo'q. Undan o'zga rizq beruvchi yo'q. Undan o'zga panoh beruvchi yo'q. Undan o'zga ofiyat beruvchi yo'q. Alloh taolo aytadi: Osmonlar va yerdagi barcha narsalarni sizlar uchun bo'ysundirilganini va oshkora hamda maxfiy ne'matlarni to'kib berganimni ko'rmadingizmi? Qur'on o'qing va tafakkur qiling. Sizlar uchun yaratdi, sizlar uchun qildi, sizlar uchun nozil qildi, sizlar uchun bo'ysuntirdi, sizlar uchun halol qildi, sizlar uchun undirdi, sizlar uchun ko'paytirildi. Bularning barchasi sizlar uchun. Nahl surasini o'qing, Ne'matlar surasini sizlar uchun so'zi unda necha bor takrorlanganligini qarang. Baqara surasida Alloh taolo shunday dedi: U zot yerdagi barcha narsalarni sizlar uchun yaratgandir. Biz kimmizki bundan ulkan fazilga loyiq bo'lsak? Subhanalloh. Biz u zotni qanday qilib sevmasligimiz mumkin? U go'zaldir. Undan-da go'zalroq hech kim yo'q. Yaratilgan har bir go'zallik uni go'zalligi berilgan bir ne'matdir. Uni hijobi nur. Agar uni ochsa, uni yuzidan chiqqan nurga ko'z yetgan barcha mahluqotni yondirib yuborgan bo'lar edi. U osmonlar va yerlarning nuridir. Biz u zotni qanday sevmasligimiz mumkin? Holbuki u bizga onamizdan ham mehribonroqdir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam asrlar orasida bolasini qidirib yurgan bir ayolni ko'rdilar. U bolasini topgach, uni bag'riga bosib emizdi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam dedilar: "Bu ayol o'z bolasini olovga tashlaydimi?" Sahobalar dedi: "Yo'q, ey Allohning rasuli, u zot tashlamaydi" dedi.
Alloh o'z bandalariga bu ayol bolasiga rahm qilgandan ham ko'proq rahmlidir dedilar. Biz u zotni qanday sevmasligimiz mumkin? Allohga qasamki, agar rahmatimiz va azobimiz onalarimizni qo'lida bo'lganida biz halok bo'lar edik. Lekin Alloh taolo bu ishni o'z zimmasiga oldi. Rahmatim, ilmi, fazli va karami bilan.